Uzatma ichkariga va yaxshi imkoniyat. Voy, Gol bo'lishi voy. mumkin. Oo, Qanday olib chiqdi darvozabon? darvozabondan ajoyib seyv ko'rdik. Ah. Bitta 1-1. Avaz. Avaz ketyapti. Avaz. Avaz ketyapti. Avaz. 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 No. Oxirigacha havas qiladigan darajada Avaz o'ynadi, lekin Qarang, Bunyodkorda 15 yoshgacha o'ynagan, talanti bo'lgan, lekin nimadir sabab bo'lib o'sha tirikchilik sabab tashagan ekan futbol. yana Avaz shu yerdan zarba noaniq. Futbol jamoaviy o'yin namoyish etishyapti. Oo! Mana bunaqa oson chiqib ketishyapti, yana Avaz uchyapti. Voy. Sariq kartochka. Avaz yaxshi o'ynadingiz, e'tirof etmoqchimiz. Avval ham o'ynaganmisiz? Avval shu Bunyodkorda o'ynaganman. Ancha yosh bo'lganman u paytda. 2015-yil o'sha yosh juda ham erta faoliyatimni tugatganman. Sabab shu oilaviy sharoit, oila 4 o'g'ilmiz, o'shanga bitta oila bo'lib ishga berilib ketganman. Keyin yana уже 22 yoshlarimda yana qiziqib, yana mana shunaqa havas ligalarda, mana shunaqa havaskorlar ligada o'ynab shu rezultat qilib keyin mana o'sha Mediaga Sonix jamoasiga qo'shilganman. Sizga rahmat. Yaxshi bo'ldi futbolga qaytganingiz, chunki skilllar o'sha ekan. Hali ham o'sha ekan.